har doim o'tirganda dangasalikni yo'qotadigan ikkita narsa bor. Xohish bor. Xohish. Qo'rquv bor. Kim aytdi shuni? Menga qarang, sizni IELTS'ingizni bizani IDP'da tekinga topshirasiz. Men hozir sizga aniq qildim. Bitta qarsa bo'lsa ko'raman. 6 oling, 7 oling, $180 sizga sovg'a shu. Men bilan rasmga tushasiz, aytgan paytingizda ishlatasiz. Xo'p. Mana shu ikkita narsa bor. Ikkita narsa nima ekan? Xohish bilan bu yerda mana dangasalikni yo'qotish deydi. Dangasalikni yo'qotish. Dangasalikni yo'qotish. Dangasalikni yo'qotish bilan nima ekan? Xohish. Nima ekan? Qo'rquvga bitta misol keltiring. Hozir ko'pchilik misolda aytyapsiz, ota-ona. Ertaga Xudo ko'rsinmasa hammaning boshiga kelgan narsa ajal bor. Kelgandan keyin misol uchun adasi o'tib qolishlari bor, yo ota-onam bitta o'rtada ketib qolishi bor. O'sha mas'uliyat odamning yelkasiga tushadi. U 5-sinfdami, 1-kursdami, boshqa yoqdami ishlashga to'g'ri keladi. To'g'ri, qarindosh urug' yordam berishi mumkin. No, hamma o'zini bolasiga qiladi-da. Boshqa odamga boshqa odam bolasi ortiqcha yukda ko'rinadi. Men yaqin bo'lsa, men jigar bo'lsam. O'shaning uchun ertaga ko'chada qolib ketishdan qo'rqish, ochlikdan qo'rqish, xorlikdan qo'rqish katta motivatsiya. Rahmat, baraka toping. Sizlarni bilmadim-ku, lekin shu odam gapirayotganda meniki har gal jiz qildi. Nega? Miyada kimya bor. Kimya uyquni o'chiradi. Bilmadim, mashina haydaganmisizlar yoki avariya holatga tushganmisizlar, hech qachon tushmanglar-ku, lekin avariya holatda tushadigan paytda inson tetik bo'lib qoladi. Nega? Chunki qo'rquv keladi. Libboy hozir xayolingizga keltiringlar, har qanday qo'rquv xohlagan